ismim Temirmush. Men ko'rib turgan shaharlaringni eng katta odamdan biri bo'laman. Bu shahar ham, qishloq ham, mayli ikkalasi ham bir xil. Men o'zimning shaxsiy yerim va mening dengiz flotim, iliq, quruqlik, jangga moslashgan joylarim bor. Mening orolim qat'iy qo'riqlanadi va men hozir bu orol bilan sizni tanishtirib chiqaman. Bu yerda galeriya bor, endi rasmlar turadi. Mana bu yerda har xil rasmlar bor. Va bundan keyin esa shaharning mini xaritasi bor. Replika. Bu yerda qayerda qanday joylar borligi va bu yerda esa kompyuter desa bo'lmaydi-yu, lekin nima desam bo'ladi? Dengiz flotim bilan aloqaga chiqish uchun joy. Xo'p, mayli. Pastga tushsak, bu yerda ikkita askar, ismi Botir bilan Qo'rqmas. Bu yerda esa qo'rqoq bizning buxgalterimiz va bu yerda ikkita joy, ikkita askar, Boboy bilan Aziz. Xo'p. Bu yerda shunday joy bor, endi buni hozir ko'rsatmayman. Video oxirida ko'rasiz degan umiddaman. Endi tashqariga chiqsak, bu yerda ham soqchi turadi. Xo'p. Bu yerga keladigan bo'lsak, bu yer bitta yotoqxona va bu yerda soqchilar. Bu yerda esa mening boyligim esa shuncha xolos. Ko'p emas. Shuning uchun men bugun kechqurun bankni o'marmoqchiman. Chunki menda shuncha qurol-yarog'lar bor. Shuncha qurol-yarog' bilan bemalol hamma joyni o'marsam bo'ladi, lekin men asosan bankni o'maraman, chunki bankda judayam pul ko'p. Bu yerda bitta BTR tank, bu yerda ham bitta BTR tank, bu yerda ikkita soqchi. Xo'p, mayli, endi bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda ikkita askar va bitta uni Jalol turibdi. Bu hamma narsaga va bitta menda 3 jangchi kema va bitta qutqaruvchi kema bor. Hozirda esa men 3 ta bu yenga chiqish kerak. Xo'p. Ketdik. Bularni atayin shu yerlarga joylashtirganman, chunki bu yerda qurollangan odamlar turadi. Va men bularga bitta signal berishim bilan bular shaharni bombardiyon qilishga tayyor. Qo'rqmasdan bemalol xohlagan ishimni qilishim mumkin. Shuning uchun men judayam shaharda zo'rman va o'zimning harbiy nima desam bo'ladi, armiyam bor. Xo'p, yana bitta kemam mana shu atrofda bo'lishi kerak. Buni ham sizga albatta ko'rsatib o'taman. Xo'p. U ham mana ko'rindi. Buni esa atayin mening o'zimning bu yerda aeroportim bor. Shuni oldiga qo'yib qo'yganman. Chunki unga hujum qilishsa bemalol shaharni bombardiyon qilishi mumkin. Axir undan menga katta naf deyishi aniq. Xo'p, mayli. Endi bu kemani joyiga borib qo'yib qo'ysam, axir bu kema katta ahamiyatga bildiradi. Xo'p, mayli. Ana
va endi hop nima qilsam bo'ladi? Endi narigi tomonga o'tamiz va uy tomonga o'tish uchun bitta yo'l bor xolos. Suv osti yo'li. Bu yer menda qat'iy qo'riqlanadi va bu yerda men o'zim shaxsiy egallab olganman, chunki bu men bilan quruqlik orqali bog'lanishning yagona yo'li. Bu yerda ham soqchilarim bor. Xo'p. Bu yerga esa Ozod mas'ul bo'lib, bu yerda ham ikkita soqchi turadi, hech kim kirmasligini ta'minlab. Endi esa biz shaharni aylanib kelamiz. Men shaharga ko'p chiqmasligim uchun men uncha bilmayman. Shuning uchun aeroportga borish nima desam bo'ladi? Uncha yo'lni tushunmayman. Xo'p, aeroport qayerda bo'lishi mumkin? Xo'sh, bu yoqda bo'ladi albatta. Endi bu yoqdan baqa yuramiz. Bu yoqdan esa bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa va biz aeroportga kelmadik. Xo'sh, aeroport bu yoqda. Aeroport mana. Yo'lni ancha bilib olibman. Bu aytgancha bu mening shaxsiy bayrog'im. Fujitel bu yerda otib tashlash kerak. Mayli, mening qurolim yo'q. Askarlar esa hozircha tegilishmaydi, chunki ular aholiga teginishsa urush boshlanib ketadi va bu yerda mening ikkita samolyotim bor, lekin bittasini qishloq vayron qilibdi. Buni albatta topaman. Xo'sh, bularni menga keragi yo'q, tashlab yuborib, bu yerni ham chuqur qilaman, chunki bu yerdan o'tib ketishlari mumkin. Mayli, endi men sразу uyga borib qaytib kelaman. Bu yerga ketishi bilan esa bankni o'marishimiz mumkin. Bankni o'marish menimcha bitta o'zimga tushadi, chunki bu yerda ko'p harbiylarning o'zining mas'uliyati bor. Bu mas'uliyatdan chekka chiqishmasliklari kerak. Chiqishsa ular nima desam bo'ladi? Bazaga bemalol aholilar hujum qilib, bazani yo'q qilishadi va bundan menga katta zarar tegadi. Mening boyligim ham kam. Shuning uchun hozirda bazaga qaytaman. Golemlar ham menga qarshi, lekin bu yerni to'g'rilab qo'yishsa bo'lardi, agar bu yerda suv toshibdi. Ha, mayli. Sekin mana shu quruq joydan o'tib olaman va hop. Qani? Hech kim kirmadimi? Yo'q. Mayli, yaxshilab qaranglar, men kechqurun kelaman. Xo'sh. Mening bazam bilan tanishib chiqqaningizdan xursandman, toshbaqalar. Toshbaqalarni yomon ko'raman. Xo'p, mayli. Endi uyga qaytaman. Boshpana desam to'g'riroq bo'lsa kerak. Chunki bu yerni qat'iy qo'riqlashadi. O'zi kecham tushib qoldi va men hozirgina narsalarimni olib chiqaman. Menda qurollar, o'zimning shaxsiy qurollarim bor. Birinchi o'rinda o'zimning himoya aslahalarimni kiyib olaman.
va mana endi qurollarni olsam bo'ladi. Xo'p, men o'zimga Glock va MP5 ni olaman. Ana bo'ldi. Xo'sh, endi bularni teboroq qolib qo'ysam, endi menga bitta kalit kerak. Chunki u yerda eshiklar qulf bo'ladi. Shuning uchun menga kalit kerak bo'ladi. Xo'p, endi yo'lga chiqaman. Yo'q, mayli. Xo'sh, e'tibor bermaymiz. Endi bank shundoqqina politsiya mahkamasining ro'parasida joylashgan. Shuning uchun hushyor bo'lamiz. Qurollarni birinchi o'rinda qo'yishimiz kerak. Xo'p, mayli. Qani endi bankga olg'a. O'ylashimcha, erta tushib qolmaydi degan umiddaman, albatta. Chunki hozirgina kech tushdi. Xo'sh, mayli endi. Hozir bitta ko'chada qurol olib yurmaymiz. Bu salbiy ta'sir qilishi mumkin va meni posbonlar bemalol olib ketadi. Shuning uchun qurollanish vaqti hozirda emas deb o'ylayman. Xo'sh, endi mahkama. Xo'sh, mana mahkama. Xo'sh, va men hozirgina bankni oldidan o'tib ketdim. Bu mahkama bo'lib, endi bu yerga sekin o'tib qurollarimizni o'qlab olamiz. Xo'p, endi bu o'qladim degan umiddaman. Qani. Xo'p, hamma joyida qolsin. Bu bosqinchilik. Qimurdaganingizni otib tashlayman. Nima yuryapsan sen? To'xta. To'xta sen. Mayli, yaxshi, tezroq. Bu yerdan narsalarni olib juftayni surish kerak. Xo'sh, mayli, tezlash kerak. Hech nima qilolmaydi baribir, axir u. Bu yer bo'sh. Xo'p. Bu yerda judayam ko'p. Bu bilan men aniq bemalol harbiylarimni ta'minlasam bo'ladi. Xo'sh, hamma joyini olib chiqish kerak. Xo'p, bu judayam qiyin bo'lyapti, chunki bu yerda judayam ko'p ekan. Xo'sh, endi hammasini olib chiqish kerak. Endi bu yoqqa o'tamiz. Xo'sh. Ana bu yerda oxirgilarimi? Xo'p. Endi oxirgilari. Bu yerda ham bor. Bu yaxshi. Yo'q, bu yerda ham bor. Hatto umidlarim to'ldi. Menga shuncha yetadi. Xo'p, mayli, endi shunchaki bu yerdan ketaman.
hech kim ko'rmadi degan umiddaman. Bu guvohni ochib yo'q qilamiz. Va yo'lim ham guvoh bo'ldi va bu menga umuman guvohlar qolmasligi kerak. Va yo'lim bo'ldi. Men esa katta o'lja bilan bemalol qaytishim mumkin yo'q. Keyingi safar boshoqqa qurolab chiqaman. Bu yerda ko'payib ketdi. Xo'p, mayli. Bu dunyodan iborat dunyoga sag'dayın qilib, endi bemalol qayta o'qlaymiz. Buni ham qayta o'qlaymiz. Endi esa tezda boshpanaga qaytamiz. Boshpana qayerda edi? Yo'q, men yo'ldan adashibman. Nima? Sen ekaling guvoh. Qochma sen. Xo'sh, mayli. Bu yoqqa yurishim kerak edi. Hamma adashadi endi. Iloji boricha umuman e'tibor tortmaslikka harakat qilaman va bu yerda meni boshpanam ko'rinmayapti va ko'rdim. Men adashibman hamma yo'lda, bu yo'lda ham hatto va to'g'ri boshpanamni topib keldim. Va menda hozirda xo'jayin nima bo'ldi? Aholilar qo'zg'olon ko'tardi. Tankimizning suvga olib qo'yishdi. Sizlar qaramadingizmi? Biz katta qarshilik ko'rsatdik, ammo biz eplolmadik. Bo'ldi, endi jim tur. Yaxshi, sizlarni olib ketmaganim. Agarda sizlar men bilan borganlaringda bu qishloqni yo'q qilish kerak. To'xta. Mana bo'ldi. Sizlarni orqangizni tozalab yurishdan charchadim. Hamma ishni o'zlaring qilinglar. Xo'sh, yaxshi o'lja. Mayli, endi buni bemalol o'zimizning bemalol g'aznamizga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu yerda ancha xavfsiz turadi. Hozirda hammasini qo'shib qo'yamiz. Xo'p, mayli, shu yerga qo'yamiz. Juda ham ko'p topdim bu gal. Bu bemalol yangi aslahalar olishga yetadi. Bu degani men yanada rivojlanaman. Xo'sh, mayli. Xo'p. Endi uyga kirib uxlayman. O'sha erta tushibdi. Mayli. Janob nima? Yana sen ishqilib qo'zg'olon ko'tarishmadimi? Aholi yo'q, sizga politsiya qo'ng'iroq qildi. Albatta, axir o'g'rilikdan keyin qo'ng'iroq qiladi. Mayli, endi eshitaman. Siz katta jinoyat qildingiz va biz sizga bosqin uyushtirishimizga rozimisiz yoki o'zingiz taslim bo'ling? Xo'sh. Axir bu mer-ku.
Salom ber. Salom. Xo'sh. Meni umuman tinch qo'yasiz, men esa sizni tinch qo'yishdan to'xtamayman. Chunki menda kuchli arteriya qurollari bor. Sizda esa hech balo yo'q. Shuning uchun men xohlagan ishimni qila olaman. Yo'q, biz seni hoziroq qo'lga olishimiz mumkin. Nima? Atki 11 ta politsiya ofitseri bilanmi? Ha, albatta, ular qo'lidan zo'r ishlar keladi. Xo'sh. Men bitta xabar bilan shaharingizni o'sha mahkamasini havoga uchirishim mumkin. Xohlasangiz tekshirib ko'ramiz. Yo'q, bo'ldi. Unda meni ishimga aralashmang. Sen bilan hali boshqa gaplashamiz. Ko'ramiz. Mayli. O'zicha shaharning meri bo'lib, hokimi. O'zini zo'rman deb biladi. O'zi hech baloga ham arzimaydi. Mayli, hali ko'ramiz uni. Kanalga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.